Bismillahirrohmanirrohim. Aziz aka-ukalar va opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarlar qissalari ko'rsatuviga yangidan xush kelibsiz. O'tgan ko'rsatuv yodingizda bo'lsa, butun olamdagi ayollar sayyidasi bo'lmish Iffatli Maryam alayhissalom qissasi haqida gapirgan edik. Unda biz uning hayoti, tug'ilishi, qanday qilib qiyinchiliklarni boshidan kechirgani, Alloh taolaning ibodatiga o'zini qanday bag'ishlagani haqida so'zladik. Albatta Alloh taolo xohlagan bandasiga behisob rizq berur. Alloh taolo Maryamga qishda, yozda bo'ladigan meva-chevalarni, yozda, qishda bo'ladigan noz va ne'matlarni ato qildi. So'ngra Alloh taolo Isoni tug'ilishini taqdir qiladi. Maryam farzandi Iso bilan qavmining oldiga kelganida, qavmidagilar unga har xil tuhmat, bo'xton toshlarini ota boshladi. Ular Maryamga ochiqchasiga tuhmat, bo'xton qilishdi. Shunda Alloh taolo odamlarga mo'jiza bo'lish uchun Maryamning o'g'li Isoni gapirtirdi. Endi tug'ilgan chaqaloq Iso tilga kirib dedi: "Men Allohning bandasiman. U zot menga kitob ato etdi." Alloh taolo Isoga Injilni nozil qildi. Ha, u zot menga kitob, Injil ato etdi va meni payg'ambar qildi. Yana meni qayerda bo'lsam xayr va barokatli qildi va madomiki hayot ekanman, namozni ado etishni va zakotni berishni amr qildi. Shuningdek Alloh meni onamga mehribon qildi. Onasi kim edi? Alloh taolo dunyo ayollaridan tanlab olgan butun olamdagi ayollar sayyidasi. Ha, Alloh meni onamga mehribon qildi va meni sitamkor, badbaxt qilmadi. Menga tug'ilgan kunimda ham, vafot bo'ladigan kunimda ham, qayta tiriladigan kunimda ham tinchlik, omonlik bo'lur. Isa ibn Maryam alayhissalom dunyoga kelishi bilan yerda g'aroyib ishlar sodir bo'ladi. Ha, yerning mashriqi va mag'ribidagi barcha but sanamlar Isa ibn Maryam tug'ilishi bilan qulab tushadi. Yerdagi barcha Allohga tenglashtirilayotgan but sanamlar va haykallar vayron bo'lib parcha-parcha bo'ladi. Isa ibn Maryam dunyoga keldi. Shaytonlar osmonda toshbiron qilindi. Balki katta iblis ham sarosumaga tushib, lashkarini nima bo'ldi, nimalar bo'lyapti deb chor atrofga qidirishga jo'natdi. Shaytonlar yer yuzi bo'ylab janub, shimol barcha tarafga tarqalib, yerda nimalar bo'layotganini izlab ketishdi. Ular Falastinga yetib kelganlarida qarasalar Baytulahmda yangi chaqaloq dunyoga kelibdi. Kim? U Isa ibn Maryam. Kimning bag'rida? Iffatli onasining. Shunda shaytonlar yaqin bormoqchi bo'ladilar. Yaqin kelganlarida farishtalarni ko'radilar. Farishtalar kimni qo'riqlab turishgan edi? Isa va uning onasini. Rahmonning malayikalari yerda kimni qo'riqlab turgan edilar? Nabiyulloh Isa va onasi Maryamni. Ularga zarar beramiz deb jamlanib turgan shaytonlardan qo'riqlab turardi. Ha, Maryamning onasini men bu qizga va uning zurriyotiga dargohingdan qo'yilgan shaytonning yomonligidan panoh berishingni so'rab, senga iltijo qilaman deb qilgan duosi tufayli shunday bo'ldi. Alloh taolo Maryam va o'g'li Isoni barcha qo'yilgan shayton yomonligidan saqladi. G'aroyib mo'jizalar boshlandi. Odamlar bu haqida gapirib yurardi. Bu go'dak bolani qissasi qanday? Tug'iliboq katta odamlardek gapirsa, bu Allohning mo'jizalaridan bir mo'jiza edi. Bani Isroil bu haqda gapira boshladi. Bir chaqaloq dunyoga keliboq, Alloh taolo uni gapirtirib qo'yibdi deb ular orasida xabar yashindik tarqaldi. Bani Isroilning odatlari har qachon bir payg'ambar ularga yoqmaydigan oyatlar bilan kelsa, kibr havo qilishgan yoki ayrim payg'ambarlarga kofir bo'lishgan yoki ayrim payg'ambarlarni o'ldirishgan. Xuddi shunday Bani Isroil Iso ibn Maryamni ham chetlab o'tmadilar. Iso kichkina bola edi. Bolalar bilan birga o'ynab yurardi. Isoda ochiq oydin mo'jizalar sodir bo'lib turar edi. Alloh taolo Isoda mo'jizalarni ko'rsatib qo'ydi. Iso bolalar bilan o'ynab gaplashib yurganda ulardan birovlariga aytar edi:
sen uyingdan nima yeb kelganingni aytib beraymi? Sizlar uylaringizda nimalar pishirayotganlaringizni ham aytib bera olaman. Yana sizlarda qanday ovqat, yeguliklar bor ekanini ham bilaman. Iso yoshgina bola bo'lsa-da, sizlarga bularni hammasini aytib bera olaman derdi. Bu xabar odamlar orasida tarqalib ketdi. Bu qanday bola? Bu bolada nimalar bo'lyapti? Oxiri borib Yahudiylar Isoning onasi Maryamni va Isoni o'zini o'ldirishga til biriktirdilar. Ular ona bolani o'ldirishni qasd qildilar. Alloh taolo Maryamga farzandi Iso bilan birga daryo oqib turgan, o'simliklar yashnab turgan, tinch osoyishta go'zal bir joyga chiqgin deb vahiy qildi. Iffatli Maryam kichkina go'dak farzandi Iso bilan birga Falastindan qochib chiqdi. Aytilishicha Misr diyoriga borishgan ekan. U yerda bir qancha vaqt yashashgan ekanlar. So'ngra Alloh taolo ona bolaga orqaga qaytishni vahiy qiladi. Iso ibn Maryam navqiron yigit bo'lib o'sib ulg'aydi. Iso Alloh taolaga ibodatlar qilar, odamlarga Alloh taolaning dinini ta'lim berar edi. Iso ibn Maryam yolg'iz qolishni xohlardi. Iso sahrolar bo'lsin, o'rmonlar bag'rida bo'lsin, daryolar bo'yida bo'lsin, yolg'iz qolib Alloh taolani zikr qilar, Alloh taolaga ibodat qilar edi. Onasi Maryam Isoga agar Alloh taolaga uzoq ibodat qilib qolib ketsa, kerakli narsalar, yeguliklar olib kelar edi. Yahudiylar Isoni atrofida aylanib kuzatib yurardi. Ular Isoni ko'ra olmay hasad qilishdi. Isoga necha bor tajovuzlar qilishdi, lekin Alloh taolo unga najot berib, asrab qolar edi. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Iso ibn Maryam alayhissalom bir qabriston yonidan o'tdi. U yerda yig'lab o'tirgan bir ayolni ko'rdi. U ayoldan nega yig'layotganini so'radi. Shunda ayol dedi: "Mening qizim vafot etdi. Undan boshqa mening bolam yo'q. Men Robbimga qizimning qabri oldidan ketmayman, yo qizimni ko'raman, yoki qizim kabi vafot etaman deb ahd berib qo'ydim." Iso ibn Maryam ayolga dedi: "Men Alloh taologa duo qilsam, qizingizni qaytarib bersa, siz bu yerda qolmaysizmi?" Ayol: "Ha, albatta, ey Allohning payg'ambari" deb javob berdi. Iso alayhisalom namoz o'qib, Alloh taologa bu qizga qayta hayot bergin deb duo qildi. So'ng qizning qabri oldiga kelib o'tirdi va "Ey qiz, Allohning izni bilan chiqgin" dedi. Shunda qabr bir qo'zg'alib qo'ydi. Iso ikkinchi bor nido qildi. Shunda qabr yorildi. Iso alayhisalom uchinchi bor nido qilganda qiz turib keldi. Sochlari oppoq edi. Allohning payg'ambari undan "Nega sekin chiqding?" deb so'radi. Qiz birinchi martasida Alloh meni butun tanamni tiklash uchun bir farishtaga vahiy qildi. Ikkinchi martasida Alloh ruhimni qaytarish uchun vahiy qildi va nihoyat uchinchi nidoda qabr yorildi va men chiqib keldim. Men qiyomat qoyim bo'ldi deb o'ylaganimdan sochlarim oqarib ketdi dedi. So'ng qo'rqib turgan onasiga qarab: "Ey onajon, Allohdan qo'rqing, sabr qiling. Bo'ldi, bu ishni Alloh taolodan deb biling. Nima uchun siz meni o'lim qiyinchiliklariga yana qaytishimni istayapsiz?" So'ng qiz Iso ibn Maryam oldiga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, meni o'rnimga qaytarib qo'yishni so'rang. Men o'lim mashaqqatlarini yana ko'rishni xohlamayman" dedi. Iso Alloh taologa duo qildi. Ha, bu Bani Isroilda bir mo'jiza bo'ldi. Iso ibn Maryam o'liklarga buyurgan zahoti Alloh taolaning izni bilan o'liklar qabrlaridan chiqib kelar edi. Iso ibn Maryam yana ko'r holida dunyoga kelgan tug'ma ko'r odamlarni boshdan silasa, ko'zlari ochilib ketardi. Pes mahov kasallarni badan terilarini silaganida Alloh taolaning izni bilan shifo topib ketardi. Iso ibn Maryam Bani Isroilning oldiga oddiy bir loy keltirib, loydan qush shaklini yasab, unga puflaganida Alloh taolaning izni bilan loy qush haqiqiy qush bo'lib uchib ketardi. Bularning hammasi ochiq oydin mo'jiza edi. Eslang ey payg'ambar, Alloh aytgan edi: "Ey Iso ibn Maryam, senga va volidangga bergan ne'matimni, seni Ruhul Qudus Jabroil bilan quvvatlantirganimda, odamlarga beshikda ham balog'atga yetgan holingdagi kabi so'zlaganingda, senga kitob, xat va hikmat, ilmni, Tavrot va Injilni bildirganimni va mening iznim ixtiyorim bilan loydan qush timsolni yasaganingni, so'ngra unga puflaganingda, mening iznim ixtiyorim bilan rostakam qushga aylanganini, mening iznim ixtiyorim bilan
ko'r va peslarni tuzatganingni va mening iznim ixtiyorim bilan o'liklarni tiriltirib qabrlardan chiqarganingni eslagin. Bu barcha ochiq oydin mo'jizalarni Alloh taolo kimning qo'lida qilib qo'ydi? Iso ibn Maryam qo'lida. Havoriylar bunga iymon keltirishdi. Ammo yahudlar esa sarkashlik, hasad qilib ko'rolmadi va kofir bo'ldi. Yoki har qachon bir payg'ambar sizlarga yoqmaydigan oyatlar bilan kelsa, kibr qildinglar. Mana shu barcha ochiq oydin mo'jizalar bo'lsa-da, Isoga kofir bo'lasizlar. Alloh taolo o'zini tanlab olgan payg'ambari Iso ibn Maryamni qo'llash uchun unga oyat mo'jizalarni ko'rsatib qo'ydi. Iso ibn Maryam o'ziga nisbatan dushmanlik qilgan, g'arazda bo'lgan, hatto urush ochgan kimsalarga hech parvo qilmadi. Zero Iso payg'ambarlarning ulul azm, ya'ni ulug' sabr matonat egalaridan edi. Iso qavmining ozorlariga sabr qilib, ularning aziyatlarini ko'tardi. Yahudlar Isoni haqorat qilib, u haqida hamda onasi haqida har xil gaplar qildi. Shunday bo'lsa-da, Iso alayhissalatu vassalam bunga hech ham parvo qilmadi. Iso odamlarni Alloh taolaga da'vat qildi. Alloh taolo Iso haqida zikr qildi. Isoga o'zidan oldingi Tavrotni tasdiqlovchi holda unga Injilni nozil qildi. Iso ibn Maryam Bani Isroilga Alloh taolani eslatar edi. Bani Isroilga shunday deb nido qiladi: Ey Bani Isroil, albatta men Allohning sizlarga yuborgan payg'ambaridirman. Men o'zimdan oldingi Tavrotni tasdiqlaguvchi va o'zimdan keyin keladigan Ahmad ismli bir payg'ambar haqida xushxabar berguvchi bo'lgan holda yuborildim degan edi. Injilda Iso alayhisalom qavmiga mendan keyin Ahmad ismli bir payg'ambar keladi deb bashorat berdi. Iso alayhisalom Alloh taoloning dinini yetkazishdan to'xtamasdi. Odamlar esa dushmanlik qilib unga qarshi urush qilar edi. Isoning atrofida iymon keltirgan, unga yordam berib, qo'llab-quvvatlagan havoriylar jamoasi bor edi. Ular Isodan bir narsa talab qilishdi. Havoriylar Isodan talab qilgan narsa nima edi? Ular Isoning oldiga kelib, "Ey Iso ibn Maryam, biz biror mo'jiza ko'rishni istaymiz" deyishdi. Shunda Iso ularga 30 kun roza tutishni buyurdi. Ular 31-kuni iftor qilishlaridan oldin Isodan talablarini yana so'rashdi. Iso, "Nima istaysizlar?" dedi. Ular, "Alloh taolo bizga osmondan bir dasturxon tushirishni xohlaymiz" deyshadi. Osmondan taomlari bilan dasturxon tushsin deydilar. Havoriylar, "Ey Iso ibn Maryam, Parvardigoring bizga osmondan bir dasturxon nozil qilishga qodirmi?" degan paytlarida Iso ularga, "Agar mu'min bo'lsangizlar, Allohdan qo'rqinglar" deb javob qildi. Iso ulardan so'rab deydi: "Sizlarni nima majbur qildiki, sizlar osmondan taomlari bilan dasturxon tushishni xohlayapsizlarmi?" Ular dedilar: "Biz faqatgina u dasturxondan yeyishni va ko'ngillarimiz taskin topishini hamda sening rost so'zlaganingni aniq bilib, u dasturxonga guvohlik berguvchilardan bo'lishni istaymiz. Ey Iso, bizga hech narsa kerak emas. Biz faqat ana shu dasturxondan taomlanib, qalblarimiz xotirjam bo'lishni va Alloh taolaning oyat mo'jizalaridan bir mo'jizani ko'rishni xohlaymiz" deyshti. Bu qissa Alloh taolo Qur'oni Karimda Moida surasida Isoning havoriylari haqida nozil qilgan uzun qissadir. Iso ibn Maryam qavmiga, ashablariga, havoriylariga nasihat qilib aytadi: "Allohdan qo'rqinglar. Nimani xohlayapsizlar, ha? Osmondan sizlarga bu dasturxon tushib qolsa, uning shukrini, uning haqqini ado qila olmay qolsangiz, Alloh taolo sizlarni azoblashi mumkin. Nima uchun shukrini ado qilish qiyin bo'lgan ishni talab qilyapsizlar?" Ular esa, "Bu dasturxonni xohlaymiz, qalbimiz xotirjam bo'lishni istaymiz, o'sha dasturxondan yeb ichishni istaymiz" deyshti. Shunda Iso ibn Maryam kechalari turib Alloh taologa uzoq duo iltijo qiladi. "Ey Alloh, Robbimiz, bizga osmondan bir dasturxon nozil qilginki, dasturxonda turli noz ne'matlar nima uchun? U avvali oxirimiz uchun bayram va sening oyat mo'jizang bo'lib qolgay, bizni shu ne'matdan bahramand qilgil, o'zing eng yaxshi rizq berguvchisan." Banagoh buyuk va qudratli Robbimiz Iso alayhisalomni hamda Isoning ashablari bo'lmish havoriylarning duolarini ijobat etadi
Ha, Alloh taolo ularning istaklarini ijobat qiladi. Osmon va falakdan noz-u ne'matlar, turli tuman taomlar, turli tuman ichimliklar bilan to'la bir dasturxon tushib keladi. Ular bunday dasturxonni hech ham ko'rishmagan edi. Har xil go'shtlar, meva-chevalar, ko'katlar, qushlar go'shti, baliqlar, yerda bunaqasi hech ham uchramagan. Alloh taolo buni ularga avvallari va oxirlariga bayram bo'lsin deb osmondan tushirdi. Alloh taolo bu dasturxonni tushirganda karomat, mo'jiza bo'ldi. Kim uchun? Bandasi va payg'ambari Isa ibn Maryam alayhissalatu vassalam uchun. Osmondan dasturxon tushdi. Ha, osmondan dasturxon tushishini bir tasavvur qiling-a. Bani Isroil Isa alayhissalomning ashablari 10 minglagan edi. Ular hammasi bu dasturxonga qarab turishardi. Dasturxon tushganda bu dasturxonga birortasi yaqin kela olmadi. Isa alayhissalom, "Yenglar, Alloh taolo sizlarga rizq qilib bergan bu dasturxondagi ne'matlardan yenglar" deydi. Odamlar qo'rqib turishardi. Shunda dasturxon oldiga faqat kambag'al, miskin, bechoralar kelishdi. Ha, payg'ambarlar izdoshlari kambag'al, miskinlardir. Ular bu dasturxondan yeyishni xohlab yaqin kelishdi. Ammo ulardan boshqalar to'xtadi. Dasturxon yoniga kela olmadi. Ular dasturxon oldiga kelgan odamlarga nima bo'lar ekan deb qarab turar edilar. Kambag'al, zaif, miskin, bechora hol odamlar, bemor odamlar Alloh osmondan tushirgan taomdan yeyishdi. Ular yeyishganda Alloh ular ichida birorta kasal qoldirmay shifo berdi. Ko'r kishilar, zaif, kuchsiz, kasal odamlarni birortasini qoldirmay Alloh hammasiga shifo berdi. Va yana qanaqa bo'lmasin, biror balo bilan balolangan odam bo'lmasin, Alloh ulardan bu balolarni ko'tardi. Ha, bu Alloh taolaning mo'jizalaridan edi. Ha, bu Alloh taolo Isa ibn Maryamga va ashablariga rizq qilib bergan ne'mat mo'jizasidir. Isa ibn Maryam Alloh taologa da'vat qilar edi. Allohning dinini yetkazardi. Iffatli onasi Maryam o'g'li Isoni boqish uchun o'z qo'llari bilan mehnat qilar edi. Odamlar Isa xususida bo'linishdi. Ayrimlar hasaddan, g'arazgo'ylikdan dushmanlik qildi. Ayrim odamlar unga iymon keltirib, uni tasdiqladi. Isa ibn Maryam Alloh taolaga da'vat qilishda davom etdi. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. Isa ibn Maryam o'z qavmini Alloh taolaga chaqirishda davom etdi. Ularga va'z nasihatlar qildi, Allohni eslatdi. Alloh taolo Isoning qo'liga ochiq oydin mo'jizalar berdi. Lekin yahudlar nima qildi? Ular birorta payg'ambarni tinch qo'ydimi? Alloh taologa ibodat qiladigan odamlarni o'z holiga qo'yishdimi? Yo'q, aslo. Yahudlar payg'ambarlar, rasullarga kofir bo'lgan yoki ularni qatl qilishga harakat qilganlar. Ular Isa ibn Maryamning atrofiga odamlar yig'ilib olganini ko'rganda, odamlar Isoning so'zlaridan ta'sirlanib turishgandi. Ular Isoning mau'izalarini eshitish uchun to'planib olgan edi. Isa ularga Alloh taolani eslatardi. Isoning yordamchilari, havoriylari ko'paygandan ko'paydi. Shu yerda yahudlar Isodan g'azablanib, ayrim podshohlarga Iso sizlarning mol-mulkingizni tezda tortib olib qo'yadi deb odam yuborishdi. Podshohlar endi nima qilamiz, nima chora ko'ramiz deyishdi. Yahudlar buni hech qiyin joy yo'q, sizlar uni oldiga borib Isoni o'ldiringlar. Sizlarni biror odam bu ishdan man qila olmaydi, chunki Isoning atrofida kambag'allar, miskinlar bor xolos. Uni oldiga boringlar, uni o'ldiringlar. Agar sizlar shunday qilsangiz, najot topasiz va odamlarni ham undan qutqarasiz deyishdi. Bu nodon hokim podshohlar yahudlar aytgan narsani qilishni qasd qiladilar va Isoning oldiga uni o'ldirish uchun keladilar. Alloh taolo Isa ibn Maryamga u yerda seni o'ldiraman deb turgan, senga makr hiyla qilaman deb turgan kimsalar bor deb xabar beradi. Yahudiylar makr qildilar. Alloh ham makr qildi. Alloh makr qilguvchilarning eng yaxshisidir. Ey payg'ambar, Alloh aytgan bu so'zlarni eslang. Ey Iso, albatta men seni
vafot qildirguvchi va o'z huzurimga ko'targuvchiman va kofirlar yomonligidan xalos qilguvchiman hamda to qiyomat kunigacha senga ergashgan zotlarni kofirlardan yuqori qo'yurman. Iso ibn Maryam 12 havoriylari bilan birga ulardan birining uyida o'tirgan edi. Odamlar esa uni izlab yurishgandi. Ular kimni izlab yurishgandi? Ular Allohning kun degan kalimasi orqali paydo bo'lgan, Alloh yaratgan Iso ibn Maryamni izlashayotgan edi. Ular uni o'ldirmoqchi edi. Kimni? Butun olamdagi ayollar sayyidasining o'g'lini o'ldirmoqchi edi. Ha, ular odamlarga Alloh taolani eslatadigan insonni o'ldirmoqchi edilar. Pok qalbli, pok jonni o'ldirishni xohlayotgan edilar. Nima uchun? Iso faqat ularni Alloh taolaga da'vat qilgandi. Iso Bani Isroilning oxirgi payg'ambari edi. Shunday bo'lsa ham ular Isoni o'ldirmoqchi bo'ldi. Odamlar har tomonda, hamma joyda Isoni izlab yurishardi. Oxir odamlarning ba'zisi Iso o'tirgan uyni ko'rsatishdi. Iso va 12 havoriy nima bo'lar ekan deb kutib o'tirar edi. Alloh Isoga najot beraman deb va'da qildi. Odamlar kelib eshikni taqillatib, eshikni sindirib yuborishgacha borishdi. Shunda Iso ibn Maryam havoriylaridan so'raydi: "Ular oldiga kim chiqadi endi? Men bilan jannatda meni darajamda bo'lishni kim istaydi? Agar kimda-kim meni o'rnimga tursa, Alloh taolo uni menga o'xshatib qo'yadi va ular oldiga chiqadi." Shunda ulardan eng yosh, eng qo'rqmas shijoatlisi: "Ey Allohning payg'ambari, men turaman" dedi. Iso ibn Maryam unga: "Sen o'tir." Yana ikkinchi marta: "Kim meni o'rnimga turadi? Alloh taolo uni menga o'xshatib qo'yadi, u jannatda men bilan birga bo'ladi" dedi. Shunda yana o'sha boyagi turgan eng kichik, eng shijoatlisi, eng iymoni kuchlisi turdi. Iso ibn Maryam unga: "Mayli borgin. Sen ular oldiga borgin" dedi. Shu asnoda uyning shifti ochilib, farishtalar kirib keladi. Ular kimni olib ketgani kelganda Iso ibn Maryamni. Osmon ochildi. Kim uchun? Iso ibn Maryam uchun. Ey payg'ambar, Alloh aytgan bu so'zlarni eslang. Ey Iso, albatta men seni vafot qildiruvchi va o'z huzurimga ko'targuvchiman va kofirlar yomonligidan xalos qilguvchiman. Alloh taolo Isoni badbaxt kofirlar qo'lidan, o'ldirishni qasd qilgan yahudlar qo'lidan qutqardi. Ey payg'ambar, Alloh aytgan bu so'zlarni eslang. Ey Iso, albatta men seni vafot qildirguvchi va o'z huzurimga ko'targuvchiman va kofirlar yomonligidan xalos qilguvchiman hamda to qiyomat kunigacha senga ergashgan zotlarni kofirlardan yuqori qo'yurman. Ahli iymondan bo'lgan sening izdoshlaringni Alloh taolo qiyomat kuniga qadar sening izdoshlaring qilib qo'yadi. Iso ibn Maryam osmonga ko'tarildi. Alloh taolo Isoning qiyofasiga o'xshatib qo'ygan havoriyni yahudlar ushlab boshidan tikonlar qo'yishdi. Uni o'ldirish uchun xochga osishdi. Uni o'ldirishganda iffatli Maryam uni o'g'lim deb o'yladi. Qarasa u qatl etilgan. Yahudlar juda ham o'zlarida yo'q xursand edilar. Ular shunday deyishardi: "Biz Masihni o'ldirdik." Yahudiylar uni o'ldirishganida nihoyatda xursand edilar. Kimni? Iso ibn Maryamni. Allohning payg'ambari bo'lgan Masih Iso ibn Maryamni bizlar o'ldirganmiz degan so'zlari sababli biz ularni la'natladik. Holbuki ular uni o'ldirganlari ham, osganlari ham yo'q. Faqat ular uchun boshqa birov Isoga o'xshatib qo'yildi. Alloh taolo Isoni saqladi. Uni xabis, jirkanch kofirlar qo'ldan asrab qoldi. Alloh payg'ambari Iso ibn Maryamga najot berdi. Yahudlar esa Isoni biz o'ldirdik deb o'yladi. Maryam farzandi Isoga yig'lab turganda Jabroil alayhisalom uni xotirjam etish uchun unga xush xabar berish uchun keldi. Alloh taolo Iso ibn Maryamni o'z huzuriga ko'tardi. Xabis, jirkanch kofirlar qo'lidan Isoni qutqardi. Iso ibn Maryam oxirgi zamonda yana qaytib kelur. Farishtalar ana shu zamonda qanday olib chiqqan bo'lsalar, o'shanday olib tushur. Iso osmondan tushib keladi. Shunda Iso o'limidan oldin ahli kitobdan ba'zilari Isoga iymon keltiradi. Ha, qiyomat kunida Iso tushadi. Alloh taolo Isoga yordam beradi. Iso Dajjolni o'ldiradi. Alloh Isoga yahudlarga qarshi yordam beradi. Odamlar Isoga ergashadi. Iso haqiqiy o'lim topgunicha Alloh taolaning dini bilan hukm etadi. Shu joyda to'xtaymiz. Inshaalloh kelgusi ko'rsatuvda ko'rishguncha sizlarni Allohning panohiga topshirib qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. قصص نور قصص
alloh taolo bashariyatga nabiylar va rasullar xotimasi bilan rahm qilishni iroda qildi. Yoshlik chog'idayoq onalari vafot etdi. Uning oldiga Jabroil alayhissalom keldi. Uning yuragini yoradi. Banagoh uning ortidan bir narsa keladi. Yaratgan Robbing nomi bilan o'qi deydi. U Jabroilning o'zi edi. Bu vahiyning avvalgi onlari edi. Islomiy davlatga asos soldilar, musibatlandilar, ayrim ashablari o'ldirildi. Hayotlari Alloh yo'lida jihad bilan o'tdi. Da'vat har tomonga tarqaldi. Kunlar ketidan kunlar kelsa-da uylarida olov yonmasdi. Xalqlarga eng mehribon inson edilar alayhissalatu vassalam. So'ng Rafiqul A'la dedilar.